Yana hammaga assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari, barchaga xayrli kech. Bugun 10-dekabr. Kechki soat 22:30 ko'rsatib turgan bir vaqtda men sizlarga yana bir ajoyib qilgan ishlarimdan birini ko'rsatmoqchiman. Meni muntazam kuzatib boruvchi obunachilarimiz bilishadi. Har insonning o'zini qiziqishi bo'ladi. Ya'ni kimdir kabutarga, kimdir xo'rozga, kimdir otga, kimdir yana nimagadir qiziqadi. Men o'zimni ajoyib qiziqishim bilan sizlarni tanishtirmoqchiman. Kuzatuvchilar bilishadi, men avval akvarium qilgandim, hozir yana yangicha ko'rinishga keltirdim. Ya'ni batamom olib boshqatdan yangi ko'rinishga keltirdim mana. Baliqqa juda ham qiziqaman. Ya'ni akvariumda baliq boqishga qiziqaman. Hozir mana baliqlarim soni 7 ta qoldi. 14 ta baliq olib kelgandim har xil. Hozir ko'pini o'ldirib qo'ydim chunki yaxshi qara olmadim o'zim to'y xizmatlarida bo'lib. Lekin endi xudo xolsa mana 7 ta bor. Tez orada yanada baliqlar sonini chiroyli qilib ko'paytiraman. Toshbaqa, qisqichbaqa, xullas baliqlar juda ham sonini ko'paytiraman. Men sizlar baliqlar bilan tanishtiraman mana. Baliqlarim. Orqasida ham bitta baliq bor, juda ham chiroyli. Akvarium tozalovchi, ya'ni plisos deyiladi buni. Bitta undan bor. Hozircha shu baliqlarim bor, 7 dona. Xudo xolasa tez orada qisqichbaqa, toshbaqalar tashiyman bunga. Mini tumsoq, juda ham ko'plab bir akvariumda boqsa bo'ladigan va bir-biriga ziyon yetkazmaydigan baliq va toshbaqalardan olib kelaman, xudo xolasa azizlar. Mana yangi ko'rinishga keltirdik. Avval boshqacha edi, hozir mana boshqacha. Uyni devoriga ko'rinishiga e'tibor bermaysizlar. Jitkabo'y tez orada moyishniy aboyga almashtiramiz. Faqatgina hozir akvariumni bitirdim mana azizlar. Baliq boquvchi, baliqqa qiziquvchi ishqibozlarga tashlab qo'yasizlar va kim baliq haqida nima ma'lumotga ega, meni bilmaganlarimni kommentariyada qoldirsanglar bo'ladi. Qanaqa baliqlar olib kelsam bo'ladi va qanaqa baliqlar bir-biriga ziyon yetkazmaydi. Buni svitlari bor mana. Sviti juda ham chiroyli, o'zgaradi. Bu birinchi tur yonishi va bunisi uchinchi sayzlar mana. Juda ham chiroyli holatga keltirdik baliqlar. Haqiqatan ham juda ham chiroyli, odam asablari joyiga keladi. Asablar tinchlantiradi va ko'z nuriga foydasi bor. Doktor tavsiyasi ham bor bu to'g'risida. Havas qilganlar va baliqqa qiziquvchilar o'z fikrlarini kommentariyada qoldirasizlar degan umiddaman. Murodjon Marufjonovdan hammaga alangali salom. Rahmat, sog' bo'linglar.